Valijon Shamsiyevning komaga tushib qolgani haqida tarmoqlarda tarqalgan mishmishlarga so'z ustasining o'zi video ko'rinishida munosabat bildirdi. Komada deb tarqatildi. Oldin indamasdim mushtari bor. Endi yozmasam bo'lmaydi shekilligidan. Va o'zi haqida asossiz gap so'z tarqatganlar ustidan Ichki ishlar boshqarmasiga arz qilishga majbur bo'lgani haqida aytib o'tdi. Valijon Shamsiyevning muxlislari videoga like bosishni unutmang. Xonanda Afruza farzandining 6 oylik bo'lganini katta quvonch bilan qarshi olib, ushbu muhim sanani kuzatuvchilar bilan birga nishonlamoqda. U onalik baxti hayotiga olib kirgan o'zgarishlar, sabr va mehr haqida iliq fikrlarni bo'lishar ekan, bu lahzalar uning hayotidagi eng qadrli va unutilmas damlar ekanini ta'kidladi. Xonanda Alisher Fayz 27-yanvar sanasida tug'ilgan kunini nishonladi. Ushbu sana munosabati bilan u muxlislariga minnatdorlik bildirdi va hayot vaqt qadrini eslatib o'tuvchi fikrlarni bo'lishdi. Shu bilan birga Yangi yil haqidagi mashhur qo'shiqdan iqtibos keltirib, o'tgan yil sarhisobi va kelajak rejalari haqida ramziy ma'noga ega ishoralar qoldirdi. Xonandaning muxlislari videoga like bosishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.